Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Money City kanali va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda internetda oddiygina bitta sayt orqali pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Shu sababli kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Biz boshladik. Bizning bugungi videomiz mana shu Delux O'zbekiston saytida amalga oshiriladi. Bu saytning manzili video kommentariy hamda описаниеda qoladi. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Kirganimizda birinchi navbatda telefon raqam, ikkinchi va uchinchi mana bu qatorasiga 3 ta joyga bir xil parolni yozib, so'ngra esa ro'yxatdan o'tish tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, biz ro'yxatdan o'tib olamiz. Avvalo ro'yxatdan o'tganlar esa mana bu joyda kirish tugmasini bosib, mana shu joyga kiritgan telefon raqam hamda parollarni yozib, o'zingizlarning hisobotlariga kirib olishingiz mumkin. Men hozir o'zimning hisobimga kirib, batafsil ma'lumot berib o'taman. Mana do'stlar, kirib oldik va kirganimizda birinchi navbatda mana bunday tarzda joy turadi. Ya'ni biz referral havola orqali do'stlarimizni taklif qilsak, 25, 3 hamda 2% miqdorida bonuslar berilishi aytib o'tilgan. Undan tashqari esa bu joyda endi biz chiqib ketib, saytni to'liq ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bizga ko'rinadigan joylari pastdagi menyular, ya'ni bu joyda ko'rishingiz mumkin. Mening degan joyda o'zingizning hisobingiz hamma yoq ko'rinib turadi. Undan tashqari ulashish, ya'ni referral, mana bu jamoa esa do'stlaringizni chaqirganlaringiz. Daromad u pul ishlashingiz hamda bosh sahifa. Endi qaranglar, qanday qilib pul ishlaymiz. Birinchi navbatda mana bu joyda daromad tugmasini bir marta bosadigan bo'lsa yoki mana bu joyda o'zida ham ko'rib borishingiz mumkin. Bizda har xil Delux mahsulotlari bor. Misol uchun birinchisining narxi 50 ming so'm va bu kuniga bizga 8,5 ming so'mdan daromad olib keladi. Va bu 120 kun davom etadi va biz 50 ming so'm pul kiritib, umumiy miqdorda 1 million 20 ming so'm pul ishlab olamiz. Xuddi shu tarzda pastroqqa kirsak, bularning narxlari oshgani bor. Misol uchun 20 ming 200 ming so'm kiritamiz, kuniga 38 ming so'm pul ishlaymiz va bu 110 kun davom etar ekan. Xuddi shu tarzda oshib boraveradi. Menda esa hozir mana shu reja B ishlayapti. Undan tashqari reja C ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Bunda 650 ming so'm pul kiritamiz va kuniga 140 ming so'mdan pul ishlaymiz va bu 100 kun davom etadi. Hamda buni umumiy miqdorda 14 million so'm pul ishlab olar ekanmiz. Xuddi shu tarzda endi esa daromad yoki mening degan tugmani bosadigan bo'lsak, hisobimizni ham ko'rib borishingiz mumkin. Qancha pul bor hamda ularni yechib ham ko'rsatib beraman. Va bu joyda endi biz ko'rib borishimiz mumkin o'zimizning hisobimizda hamda hozirda balansimizda 300 ming so'm pul bor ekan. Buni esa hozirning o'zida yechib olishimiz mumkin. Bundan tashqari daromad degan tugmani bosib yoki mana shu mening degan tugmani o'zida xabarlar, shaxsiy ma'lumot, daromad tarixi, to'ldirish tarixi, yechish tarixi yoki mana shu loyiha haqida ma'lumot hamma yo'g'ini ko'rib borishimiz mumkin. Undan tashqari biz daromad tugmasini bosadigan bo'lsak, biz aytganimdek har xil daromad usullarini ko'rib borishimiz mumkin, lekin men hozir sotib olmaganligim uchun bu joyda ko'rinmayapti. Bundan tashqari ulashish tugmasini bosib esa biz o'zimizni referalni havolamizni olishimiz mumkin va mana shu havola yoki mana bu kod orqali do'stlarimizni taklif qilib 25, 3 hamda 2% miqdorida pul ishlab olamiz. Bu endi xohlovchilar uchun majburiy emas. Jamoa degan tugmani bosadigan bo'lsak, biz do'stlarimiz taklif qilgan bo'lsak, ana shularni ma'lumotlari kelib turadi. Ya'ni bitta yoki ikkita odam taklif qildingiz degan ma'noda. Endi xuddi shu tarzda hamma yo'g'ini men tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Mana buni esa qaranglar. Mana bu men boya sotib oldim deganimda adashib ketdim. Nimaki sotib olsanglar demoqchi edim o'shanda. Hozir endi xayolga keldi. Sotib olsanglar mana bunaqa joy turadi. Men bu misol uchun aytaylik. Mana buni sotib olmoqchi bo'lsak, Delux 0 da 50 ming so'm evaziga sotib olmoqchi bo'lsak, biz shunchaki xarid qilish tugmasini bosib, mana bu joyda tasdiqlashni bosamiz. Lekin hozir men mana sotib oldim уже 50 ming so'mga va hisobimni ko'radigan bo'lsak, bu 300 ming edi, 250 ming so'm qoldi. Ya'ni biz sotib oldik. Bundan tashqari endi bu daromad tugmasini bosadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Endi bizda kuniga 8,5 ming so'mdan pul kelib turadi, ya'ni 120 kun mobaynida. Xuddi shu tarzda bu esa ishlamoqda deb turibdi. Endi esa har kuni bizga pul kelib turadi. Bundan tashqari endi biz pullarimizni yechib olishimiz uchun mana bu joyda hisobimizni hozir yechib olishga harakat qilamiz. Bundan avval esa men daromadni bir marta отказ qilaman. Ya'ni 50 ming so'mni отказ qilib, keyin esa pullarimizni yechib olib ko'ramiz. Va mana endi do'stlar 300 ming so'mni hozirning o'zida yechib olib ko'ramiz. Buning uchun esa biz albatta bosh sahifaga o'tib olamiz. So'ngra esa biz shunchaki mana bu joyda yechish degan tugmani bosamiz. Lekin bundan avval qanday qilib biz mana bu saytga pul kiritamiz, siz mana kiritibsiz deydigan bo'lsanglar, bu juda ham oson. Shunchaki to'ldirish degan tugmani bir marta bosasizlar,
So'ngra esa bu joyda eng kami 50 ming so'm, 200 ming so'm, 650 ming so'm miqdorida pul kiritib ko'rishingiz mumkin. Misol uchun 50 ming so'mni tanlaysizlar va bu joyda PayB turaveradi va to'lash tugmasini bosamiz. Endi esa bizga to'lash uchun ma'lumotlar kelib chiqadi. Misol uchun bank kartasi hamda bizni summamiz. Ya'ni biz bu summani mana shu karta raqamiga yuboramiz va so'ngra shunchaki mana bu joyga skrinshot tashlab pastdagi platej подтвердить tugmasini bosamiz. So'ngra to'lovimiz amalga oshiriladi. Eng uzog'i 20 daqiqa ichida. Xuddi shu tarzda men esa kiritib bo'ldim va endi buni yechib ko'ramiz. Ya'ni sizlar bilan birgalikda mana bu joyda yechish degan tugmani bir marta bosib, so'ngra esa o'zimizga kerakli bo'lgan miqdorni yozamiz. Misol uchun 300 ming so'm yozamiz. Mana 300 ming so'm yechib olamiz. Qayerga desanglar, birinchi navbatda o'zingizlarning bank kartalarini qo'shib qo'yishingiz kerak. Buning uchun esa men o'zimnikini qo'shib qo'yganman. Karta bog'lash degan tugmani bir marta bosasizlar va so'ngra o'zingizning ismingiz, bank kartangiz yoki bankning nomi hamda karta raqam hammasini yozib bo'lgandan so'ng esa tasdiqlash tugmasini bosib tasdiqlab qo'yasizlar. Men tasdiqlab qo'yganman. Endi esa yechish tugmasini bosib yechib olish mumkin hamda bizda 15% komissiya olinadi, ya'ni soliq uchun. Va hammasi amalga oshirilganini tasdiqlashingiz uchun tasdiqlash tugmasini bosishingiz kerak. Qani bosamiz. Va mana bizni to'lovimiz qabul qilindi. Endi esa to'lov qilinadi va bu joyda yozib qo'yilgan to'lov har kuni 00:30 dan 17:00 gacha amalga oshiriladi. Hamda 24 soat ichida 2 soatda 24 soatgacha to'lov amalga oshiriladi hamda 8,5 ming so'm. Ya'ni siz 50 ming so'm kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 8,5 mingdan pul berardi va minimalka ham 8,5 ming so'm xolos. Ya'ni 8,5 ming so'mni siraz yechib olishingiz mumkin. Hozir esa bizning hisobimizga pul kelib tushgandan so'ng sizlarga davomini ko'rsatib beraman. Va mana do'stlar, oradan 5-6 daqiqa ham o'tmadi va tepada xabar keldi. Ko'rishingiz mumkin, bizning hisobimizga 255 ming so'm pul kelib tushdi. Va hozirning o'zida pullarimiz to'lab berildi. Endi esa loyihaga qayta kiramiz va mening degan tugmani bosadigan bo'lsak, bizning hisobimizdan pul kamagan, ya'ni balans nolga tushgan va pastda yechish tarixi degan tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, bizni eng oxirgi yechgan pulimiz, ya'ni 255 ming so'm ko'rinib turadi. Xuddi shu tarzda amalga oshiriladi to'lovlarimiz. Va bu qayta ishlanmoqda deb turibdi. Hozirda o'zida bir necha daqiqada bu amalga oshirildi bo'lib qoladi va bizning pullarimiz to'lab berildi. Xuddi shu tarzda siz ham pul ishlashingiz mumkin. Hammasini batafsil ko'rib bera oldim degan umiddaman. Bemalol kirib ishlab ketsanglar bo'ladi. Bundan tashqari kanal tugmasini bosib Telegram kanalidagi xabarlarni o'qib borishingiz mumkin va qolgan menyular. Agarda qandaydir ma'lumot, batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, xizmat tugmasini bossanglar, batafsil ma'lumot ham olishingiz mumkin. Hammaga omad, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.